Jinni. Malika! Malika! To'xta! Taqdirimizga yozilgan har bir tasodif, har bir voqea aslida juda go'zal. Qizimni vafot etganini eshitsa, kuchli stressni ko'tara olmasligi mumkin. Pul jo'nataman deb har oyda meni aldaydi. Jo'natgani ham yo'q bir tiyinam. Rozilik bersanglar, keyingi oyning oxirlariga to'y sanasini belgilasak. Meni bu hayotda topgan eng qadrli boyligim o'zingsan. Bo'lajak farzandimiz o'limida meni ayblamaysanmi? Agar men onamlarning o'rnida bo'lganimda, bolamni hech qachon birovning qo'liga tashlab ketmasdim. Bolalaringchi? Ularni ham ko'zi ojiz bo'lib tug'ilsa nima qilasan? Shunga chiday olasanmi? Kasalingga albatta davo topamiz qizim. Faqat sen tushkunlikka tushmagin, xo'pmi? Ba'zan sen qochishni istaganlaring haqiqiy baxting, sen yonida qolishni istaganlaring esa achchiq qismating bo'lib qolarkan.